Mana aka, siz so'ragan kresloyingiz, xudo xohlasa bugun kechga dastlabki qilib yetkazib beramiz. Iloji bo'lsa bizga bitta otib qoldira olasizmi? Bo'ldi aka, muammosi yo'q. Bo'ldi aka, yoz bo'ldi. Yoki iloji bo'lsa o'qib bera olasizmi shuni? Xo'p, do'kon yoqdi menga. Tez-tez kelib turaman. Oila a'zolarimga ham yoqadi. Sizlar ham kelinglar. Yoki iloji bo'lsa shu narsani sal yaxshiroq yozib bering. Bo'l. Muammosi yo'q aka. Bo'ldi aka, mana yozdim. Bunisi boyagidan ko'ra ancha yaxshi chiqdi. Yoki iloji bo'lsa iltimos shuni ham o'qib bering. Adex kreslo massajyorlari assortiment bo'yicha hali hech qayerda ko'rmagan massajyorlarimni bu yoqda ko'ryapman. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Sifati zo'r. Apparat zo'r chiqibdi-yu, gap yo'q, lekin yana ozgina yaxshiroq yozib berish iloji bormi? Bo'ldi aka. Aka, menimcha endi bundan boshqa yaxshi bo'lmasa kerak. Endi ko'rsangiz bo'ladi. O'zi anchadan beri kreslo massajyor olaman deb niyat qilib yurgandim. Bugun как раз ishdan qaytishimda Archa ko'cha filialiga kirganimda haqiqatan ham maqtagancha